Birchaga salomlar bilan omad gamer. Bugun men nihoyat telefonga Java o'rnatdim. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu Java versiya. Mana bu yerda qayerdadir ko'rgandim. Mana ko'ryapsizlarki, mana bu yerga kiramiz. Ko'ryapsizlarki, bu Java. Mana ba'zida qosib turishlar bo'lyapti. Bluetooth yovlasam bo'ldi. Buni men bilmadim, lekin mana MG Launcher tortasizlar. Kirasizlarki, mana meni akkauntim vanil 3804 3802. Mana shu meni akkauntim. Bu menimcha versiya bo'lsa kerak. Mana bu yerga kiramiz. Bu nima? Buni bo'lib name deyapti. Men Omad Gamer deb yozamiz va hammasi tayyor. Play'ni bosamiz. Shu qarabsizlarki, o'yinga kiradi. Hozircha kutishlar kerak. Mana moja. Endi shuni chatni bosish kerak. Mouse bossangiz, mana ko'ryapsizlarki, men telefondami? Mouse bossam endi bo'ldi. Chat. Adserver. Chat bosam. Men kiraman va shunchadan yaxshi. Keyboard bosing. Endi bu yoqdan chiqamiz. Adserverga kiramiz. Server IP'ga kiramiz va belki 21-11 versiyaga uchun men unga kiramiz. Bakın. Kiramiz 1.20 versiya kerak ekan. Buncha mana bundan o'ynaymiz. Quizga chiqamiz. Bundan chiqamiz. Va endi mana bunga kiramiz. Ko'ryapsizlarki, bu juda oson ekan. Bunga kiramiz. Versiya 1. Mana buni tanlaymiz va save bosamiz. Play'ni bosib o'ynaymiz. Va nihoyat shuncha 3 yillik kutgan barcha 3 yil kutdim mana shuni men. Tushunyapsizlarmi? 3 yil.